Hammaga salom do'stlar, meni yangi videomga xush kelibsizlar va bugungi videomiz serial bo'ladi. Chunki bu videoda men kroki sarguzashtlarini olib boraman. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'sh, ertalab bo'ldimi? Meni ish kunim-ku hali nechidir bo'lgan bo'lsa kerak, chunki o'zim 5 ta uyquga ketgan edim-ku. Xo'sh, qani ko'raylik-chi, hozir telefonimni olaman. To'xtanglar, menga bu yerdan temir olsam to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, temir kerak emas. Xo'sh, endi men o'zimga narigi sandig'imdan telefonimni olaman va xo'sh, endi 3:15 bo'pti-ku aytganimdek. Endi kechqurun bo'lib ketadi. Mayli, o'zimga kerakli narsalarni olib olay. Voy, non tushib ketdi-ku. Xo'sh, buni olamiz. Voy, non tushdi, lekin yomon bo'ldi. Xo'sh, endi paqirimni ham olamiz, paqir. Xo'sh, endi biroz o'tiraymi? Mayli, chiqa qolaman. Hali o'ylaganimdek 3 ta qorong'i, chunki kuzda doimgidek shunaqa bo'ladi bizning qishloqda. O'zi hamma joyda shunaqa bo'lsa kerak. Biroz dam olib olaman unda. Mana dam olib ham bo'ldim. Qani endi ko'chaga chiqaylik-chi. Xo'sh, hali hech kim uyg'onmabdi. Mayli, men o'z ishlarimni boshlasam ham bo'ladi. Xo'sh, konga borishim va ekinni o'rishim kerak ekan. O'r deb yozib qo'yishibdi, or deb. Bu inglizchamidi, or deyishadi. Xullas, men hozir o'zim voy, ariqqa tushib ketdim. Do'stlar, men ariqdan chiqishim uchun qishloqqa yordam berdi va men qutqarilib mana shu yerdan xullas ko'mir kovladim. O'zim bir omadsizligim tutib qolsa yomon bo'ladi-da, suvni ichiga tushib ketaman. Lekin yaxshi bo'ldi. Sal uyqum uchdi. Xo'sh, yana ko'mir kerak. Men 10 ta qilishim kerak. Yoki 10 ta emas, 10 tadan oshirarman. Xullas, men kon topishim kerak do'stlar. Kon. Oho, mana tuxum topdim. Buni yeyishim mumkin. Rahmat tovuqlar. Xo'sh. Xullas do'stlar, meni kirkam sindi. Videoni tezlashtirdim va mana men ko'l topdim. Ko'mir topdim xullas. Qani bo'lmasam ketdi endi. Buni merga topshiramiz. Aytgancha men hali o'rishim kerak edi-ku ekinlarni, lekin menda ketmon yo'q-ku. Mayli, qaysidir qishloqdan so'rayman. La. Ey, qishloqqa qo'shig'ing bilan shunday asabni buzasan, o'zi kechqurun bilan aytib chiqsang. Yana bitta tuxum, mayli, qaysi bir kim tuxumni tushirib yuribdi? Go'sht, bularni mazza qilib yeyman endi, faqat mana buni emas. Yana buni kim tushirib qo'ygan? O'sha 3 ta bo'ldi. Mayli, kerak bo'ladi. Akachi, tezroq qaytar. Sen menga uni butunlayga berding. Mayli, rahmat. Mayli, qolaversa senda. Xullas do'stlar, men qishloqdan oldim buni. Endi esa mana bu ekinlarni o'rib chiqamiz va merga topshirib, u yog'ini mazza qilib dam olib davom ettirsam bo'ladi. Qani bo'lmasam ekinlarni o'rishni boshladik. Hoppa. Mana bitta qoldi va juda ham charchadim, lekin bugun o'zi chunki kechqurun vohlidan turib olish, keyin bularni o'rib chiqish. Aytgancha bizni qishlog'imizda bittasi tovuq bo'lib qoluvdi. O'sha tovug'imni tuxumlari yo'qolyapti deydi. O'shani demak mana shu ko'chaga tushirib yuribdi-da o'sha tovuq, menimcha. Mayli. Xo'sh, bularni o'rib chiqamiz, o'ramiz. Xo'sh, aytgancha bu yog'ini men o'rmayman, chunki bu yog'i boshqa qishloqqa ekan. Shunga u boshqa qishloqqa lekin. Xo'p, mana yarmini o'rdim-ku, namuncha. Endi Galevdagi mer qayerda? Men merda bilmayman. Yaxshi, mayli, o'zim merni uyiga bora qolaman. Galevdagi bilmaydi mer qayerdaligini. Ketdik unda. Salom, men kiryapman. Menimcha men yo'q bo'lsa kerak. Galevga aytib qo'yaman, Galev tog'amga. Bularni sotib chiqamiz. Nima uchun Galev tog'a deyapsiz desangiz, chunki bizda hammamiz Galev katta bizdan. Shuning uchun hamma qishloqlar uni negadir Galev tog'a deb chaqiradi. Xo'sh, eshikni yopib qo'yamiz va biz ketamiz. To'xtanglar. Mana shuni olib qo'ysam bo'ldi. Solib qo'ysam bo'ldi deganim. Voy, mana bu yerda ham ko'mir bor ekan-ku. O'shani olsam
bo'pti, mayli ketdik. Oyligimni ko'proq beraman. Qani ekan mer endi, mer qayerda yuribdi? Aytib qo'ymasam birovniki deb o'ylab birovga yo'lkira berib yuboradigan. Ha, aytgancha mer, men senga o'zimni narsalarimni solib qo'ydim sandig'iga. Ha, mayli. Endi mana bularni o'rib chiqishim kerak, chunki bularni uyda men yeyman. Ha, somon yeyish g'alati bo'lsa kerak, lekin men bulardan non qilaman do'stlar. Xo'sh, mening ishim shu. Shunaqa qilib bularni olib chiqamiz. Oppa. Xo'sh, mana bu ikkitani qoldiraymi? Yo'q, mayli olaman. Mana bu bittani qoldiraman. Yo'q, mayli olaman. Hoppa, bitta sakraymiz. Hoppa. Va, yarimta jonim ketdi, lekin oyog'im jimoyam og'rib ketdi. Oh, oyog'im. Mayli ketdik. Uyga sari olg'a, uy sari olg'a. Endi mazza qilib dam olsam bo'ladi. Albatta, narsalarimni hali qo'ymay dam olaman. Kirganimni, nimaga shuni doim kirga deyman, teshamni solib qo'yaman-da. Meni asabim buzilyapti. Biroz mazza qilib dam olaman. Oh my god, mazza. Xayr do'stlar, shunaqa qilib mening videoyim tugadi va men hozir narsalarimni joylashtirib mazza qilib uxlayman. Bu videoning ikkinchi qismi ham chiqishini xohlasangiz, kommentariyada yozib qoldiringlar.